Assalomu alaykum. Orqadagi bayroqni ko'rib, bugun qaysi mavzuda gaplashishimizni anglagan bo'lsangiz kerak. Bugun Falastin mavzusi haqida gaplashamiz. Lekin konspirologiyalarga emas, faqat Falastin kitobi haqida gaplashamiz. Nadeyka Kaverkovaning Falastin kitobini men yil boshiga o'qigandim. Lekin o'sha vaqtda video qilmagandim. Bugun video qilishga qaror qildim. Videoni boshlashdan avval bu kitobni tarjima qilgan inson Hamid Sodiqga o'z minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Ba'zida kitob o'qiganlarni yig'layotganligini ko'ramiz. Kitob o'qiyotganlarni yig'layotganligini ko'rsam, ko'pincha kulgim keladi. Chunki kitoblar yig'latishi aniq, lekin ular ko'zni emas, qalbni yig'latadi. Shu jumlada Falastin kitobi qalbingizni parcha-parcha qilish kuchiga ega. Juda ham ta'sirli kitob. Nadeyka Kaverkova o'zi harbiy jurnalist bo'lganligi uchun Falastindagi odamlardan intervyu olib, intervyular asosida kitobini yozgan. Ya'ni kitob real voqeliklar asosida yozilgan. Undagi har bir voqea qalbingizni og'ritadi. Biz ko'pincha eshitamiz, nega davlatlar Falastinga yordam bera olmayapti? Nega ular och degan gaplarni eshitamiz. Aslida bu kitobni o'qish orqali tushundimki, aslida ko'pchilik davlatlar yordam berishga harakat qilyapti. Lekin jo'natilgan gumanitar yordamlar Falastingacha yetib bormayapti. Ya'ni yo'lda Isroil mudofaasi tomonidan ushlab qolinyapti. Bu kitobni o'qiganimdan keyin yana bir chiqargan xulosam, biz juda ham noshukur ekanmiz. Falastindagi odamlar ustida dronlar uchib yurishiga qaramasdan, ular har kun ilm olishga harakat qilyapti. Ya'ni atrofdagi bo'layotgan voqealarni muvaffaqiyatsizligining sababi qilib ko'rsatmasdan, o'sha qiyin holatda ham baxt qidiryapti, ilm o'rganyapti va muvaffaqiyatli kelajak sari harakat qilyapti. Bu kitobni har bir inson o'qishi shart deb hisoblayman. Chunki bu kitobni o'qigandan keyin Falastindagi og'riqlarni tanangizda his qila olmasangiz ham, qalbingizda his qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va bu sizga juda ham ozor beradi. Salomat bo'ling.